Assalamu alaykum Şarkı aziz qarindoshlar. Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan Germaniyaning Myunxen shahrida ta'sis qilingan Tor televiziyasining Uyghur ovozi programmasiga xush keldingizlar. Men Parat Turunqash, oldinda hammangizga yurakdan salomlayman. Mushu vaqtingizda xayrlik bo'lsin. Aziz qarindoshlar, sizlarga ma'lum 2017-yil 9-oyda Amerikada qurilgan Uyghur hareket tashkiloti qurilgan bu qisqagina vaqt ichida o'zininki bu yapağan canlıq faaliyetleri, ünümlük faaliyetleri orqali bu yerda ham xalqimiz qalbida taxt qurdi. Shundaqla chet el matbuotlardan bu kuchli diqqat e'tiborini qo'zg'adi. Hozir Uyg'ur harakati tashkiloti, Amerika Uyg'ur harakati tashkiloti bu chet el matbuotlarda paydinpay tunishga boshildi va bu 2 yil mobaynida Amerikani markaz qilgan Uyghur Hareketi Teşkilatı paydinpay Amerika'dan halkıp bütün her qaysi qit'alarda faaliyetlerini canlandırıp ismi cismiga loyiq bir xalqaro Uyghur hareketiga qarab izlenmekte. Undaqda bu Uyghur Hareketi Teşkilatı'nınki teşkili kurulması qandaq, bununki maqsadi nima, g'oyasi nima, bu jarayonda yapılgan faaliyetler qaysi bu jihatlarni atrofli ma'lumotga ega qilish uchun Amerika'nın markaz qilib qurilgan Uyghur Hareketi Teşkilatınınki qurg'uvchisi ve reisi, shundaqla hammanglarga tunish bo'lgan Amerikadagi bizninki aktiv bidakar siyosiy faoliyatlarimizdan qadrli Roshan Abbas xonimni bugun istansimizga taklif qildik. Hurmatli Roshan xonim, atayta vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun sizga tekrar rahmatimni bildirman. Xush keldingiz. Rahmat, xush buldum. Roshan xonim, haqiqatan siz riyosatchilik qilayotgan Uyg'ur harakati tashkilotininki bu jonliq dünya miqyosida yapılayotgan canlıq faaliyetleri xalqimizni muacirat yaşayotgan qarindoshlarimizni alayda memnun qılıbatıda hazır. Keyni matbuotlarda, chet el matbuotlarda sizningki bu riyosatchiligingizga tashkilotingizninki faaliyetler haqidagi xabarlarni ko'rib turibmiz. Oldi bilan shuni bu so'ragim keldi, chunki bizga muajiratga ba'zi qarindoshlarimiz sizning tashkilotingiz haqida ba'zi ma'lumotlarni istayotir. Bu tashkilotingizning hozirgi tashkiliy qurilmasi qanday hozir masalan? Ne maqsadda qurilgan tashkilot? Vatandagi zulmlar ig'irlashib, lager masalalari chiqib, Xitoy ayni vaqtida shu 2017-yili 9-oyda tashkilotni qurgan vaqtimizda 1 milliondan ortiq Uyg'urlar shig'ib olish jazo lagerlarida degan bu uchur bizga kelgan. Biroq buni biz har qaysi davlatlarning hükümet orullarga ve matbuotlarga degan vaqtimizda diqqatga erishamidik. Dastlabda isbotlar yo'q. Lekin matbuot tikilami endi bundaqmi bir ish bo'lamdi degandek qaragandek. Hatta biz hükümet taraflarga borgan vaqtimizda bunda oshirib etmanglar, bundaq desanglar yaxshi bo'lmaydi deyotgan chog'lar. Shuning bilan endi Dünya Uyghur Qurultayı yaxshi xizmat qilib butun dunyoda Birlashgan Davlatlar Tashkilotlarida, andan keyin Yevropa parlamentlarida bu da'voni voyaga yetkazib beryapti. Shuningga biz endi shu Dünya Uyghur Qurultayining qo'liga qo'l, putiga put bo'lib, to'liqlab birlikda xizmat qilish uchun ham Dünya Uyghur Qurultayi hukumatlar bilan, ya'ni yuqori bizim bu dava hem de Uyghur davası yuqoridan tövenge tushgan dava bo'lg'ashqa, masalan qarab baqsaq shu Guantanamo Uyg'urlar masalasi o'tirg'a chiqqan vaqtida hukumatlarmi bilmaydi Uyg'urlarni, ammo shu 22 Uyg'ur qarindishimiz sababli hukumatlar asosan tunidi. Chunki ayni vaqtida Amerika hukumati 100dan ortiq davlatga Uyg'urlarni elish uchun iltimos qilgan. Şu vaqtlarda Uyg'urlar kim, bularning beshig'i nima ishlar kelyapti, shu vatanini, zaminini besib olgan tajovuzchi Xitoy hukumati ishg'oliyat ostidagi Sharqiy Turkiston xalqiga qanday zulm qilyapti, shu masala tunilgan, biroq asos qatlam bilmaydi. Yerlik xalqdan amma. Yerlik xalq amma bilmaydi. Shunga endi biz bu tashkilotni qurgan vaqtimizda ko'zda tutqunimiz her yerlerdeki yerlik xalqni qo'zg'ab, yerlik xalqning og'zi orqali shu davlatlarning siyosiy yo'llarga, hukumatlarga ta'sir ko'rsatsak,
bu bizning tövəndən yuqoriga qarab chiqsak, Dünya Uyğur Qurultayının yuqoridan davlatlar bilan, siyosiy yo'llar bilan qilayotgan ishiga moslashib bu davoni texmi yaxshi elib bora oladi ekanmiz degan shu o'y fikr bilan Rishad akamninki maslahati, Abdulakimning maslahati bilan shu birlikda buni qurgandik. Qurib chiqqandan keyin dastlabki qurgan vaqtimizda gerçi bir 3-4 adam birlikte fikirleşip kurgan bolsakmı, naydı tezlikte 20-30 teşkili nememizde bir 20-30 kişi oldu. O zaman rehberlik etdi. Bunun içinde Amerikalıklar var, Amerikalık profesörler var, 3 doktor, Amerikalık doktor var. Ondan keyin birlikte hizmet kılıvatkan şu Board of Director'lar deyimiz. Direktorlarının içinde mi Amerikalıklar var. Ondan keyin qiziqıvatqanlar var, biz kirayli de. Şu anda hazırca hem de kıvatkan işimiz yanıla asas katlamda faaliyet edip verip, asas katlamdaki yerlik xalqni şu davaga ekiriş. Bunu doğru dediniz. Dünya Qurultayı siz hazır dep ötkendek bu asasenlik yukarı derecek organlarla alakalı Birleşken Devletler Teşkilatı, Avrupa Parlamenti, Avrupa Komisyonu, Amerika Avam Palatası, Kongresi, hükümet degandek ama bir boşluk vardı. Yani Dünya Qurultayı yetişemeyen bir boşluk. Siz dep öttünüz. Bu boşluk neme? Şu özümüz turvatkan bulup Avrupa, Garip ellerdeki yerli halkı bu uygulamasını anlatış ve yerli halkını kozgap hükümetlerge, siyasi partilerge, parlamentlarga tesir göstermesiz. Bek mühim. Bu boşluğunu dolduruşta bu sizin yaptırıvatkan hizmetinizin ki milli hareketimizge, davayımızga bunlar çok bir nemisi rolü buludu dep qarayman. Mesela seninki destek bu vaqtida iqtisadi meseleni qanday hal qildinglar? Mesela bu jihatda qanday qiyinchiliklar, qanday to'sqinliklarga duch keldinglar bu harekatni destek başlagan vaqtida? Biz bu hareketin destekte şu 2017 yılı 9. ayda başlagan bolsak, ta ki 2018 yıl 2019 yılı 1. ayga kadar hatta özümüzden bir ayrım banka akkauntimiz mi bulmadı. Şu bir yıldan artık bir yarım yılga yakın bütünlüğü hem de özümüzünki iktisadımız bilen kıldık. Rishad akam yardım kıldı. Rishad akam hemragil şular hem de çoğun bir faaliyet kılgan bir iş kılgan vaqtlarımızda iktisad cihetten olay yardım kılgandan başka hem de kağınını şu bir yaktan hizmet işlep durup bir yaktan şu öz iktisadımız bilen kıldık. Ama şu 2019 yılı 3. ay, 4. aylarda şu Ramazan aylarda Avustralya'daki hanım kızlarımızınki özlüğünden seferberlikki ötüp naydı nurgun işlerini kıvatıdığımız işlerini hemizin öz iktisadımdan kıvatıdığımız bir yardım kılaylı dep özara pul jığıp kılışı bilen Amerika dollarıga hesaplaganda bir 2111 dollar jığıp evet diken hem de şunçilek bir gap ilqi pulun nemisi de emas hem az köplük edemez. Hem de bir rıgbet boldu. Kılıvatqa işimizni halkımız körüp gerçi men hem de hiç kişiye iqtisadi jihatdan bizge yardım lazımdı yoki bo'lmasa bu faaliyetlerimizni qilishga pul lazım buluvatıdı deb hech kishiga demagan bo'lsam hem de Allah'a şükür hizmetde işlep şu maaşımızdan özümüzün iqtisadimizdan chiqib kelayotgan bo'lsakmı ama şu halkımızın özleri şundaq özara fikirleşip özleri shunchalik bir pul yig'ib evatkini hamda shundaq bir rag'bat bo'ldi menga. Xo'sh bo'ldim. Keyin Kanadadagi qarindoshlarim azroq yig'ishib bir 300 dollarni ular evatgan bo'ldi. Andan keyin yana Facebookda bir qancha qarindoshlar Facebookda bir fundraising qilib Campaign for Uyghurs uchun azroq iqtisodni qulaylab ular bir qanchasi Facebookda pul yig'ib ular yordam qilgan bo'ldi. Andan keyin asta-asta biz bu tor bekitimizga bir donation degan bir narsani nima qilib, yana qilish degan bir linkni qilib, o'sha campaignforuygurs.org degan tor betimizda endi ba'zi do'stlarimiz, qarindoshlarimiz undan azroq iqtisodiy jihatdan yordam qilgan bo'ldi. Endi bu pullar bilan biz
hammani shu nemisi bilan hisobot qilib turib, bir boshqa bir do'stimiz hisobotini tutib berdi. Bir qancha qetin yig'inlarga qarindoshlarimizni avatgan bo'ldik, ularningki aeroplan bilet, yotoq chiqimlarini ko'tarib, ananki bir qancha bizga o'xshash ashuna hech qanday bir iqtisodiy yordami bo'lmagan tashkilotlar bilan birlashib faoliyat qilganda, ularga kerak bo'lgan iqtisodni biz berib qilgan bo'ldik. Bularning ichida eng ko'zga ko'rinarli bo'lganning birisi o'tganda Nyu-Yorkda Yahudi o'quvchilar, yoshlardan qurilgan bir tashkilot bor, Uyg'ur Rally deb. Bu Uyg'ur Rally'dagi saplama yosh o'quvchilar, uning ichiga bularning bir pul elish NGO status deb qo'yamiz, non-profit status, undaq narsalar bo'lmag'achqa, ularning hech qanday bir iqtisodiy nimasi yo'q hamda o'quvchi bolalar. Hatto Washington DC-ga o'zlarining poyezd biletlarini elib kelsa, hamda shu tamoq puldan chiqadigan ashunchalik ahvolda. Shular Nyu-Yorkda o'tganda 10-oyning 1-kunining oldi keynida bir xelicha iqtisod sarf qilib, projektorlarni ijaraga elib, bir artistning aeroplan bileti, yotoqlari, ashunaq narsalarni akilib, Nyu-Yorkda cho'ng bir Xitoy elchixonasiga shu lagerning rasmlarini tushagan holda, kechda qorong'ida butun Nyu-Yorkdagi shu asosiy ko'chada mashina haydab ketib olganlarning diqqatini tortadigan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yanida ashunaq cho'ng bir faoliyatni qildi. Shuni biz Uyg'ur harakati iqtisodiy nimasini biz berdik hamda iqtisodiy kerak bo'lgan iqtisodning hammani biz berdik. Hamda buni biz shu qarindoshlarimizning iyona qilgan, yordam qilgan pullari bilan qildik shu faoliyatlarimizni. Keyin andan men 9-oyning 5-kuni, ya'ni shu 9-oyning 5-kuni 2018-yili men Hudson aqlli amberda so'zlaganligim sababidan 6 kundan keyin Hadam Gulshan Abbasni Xitoy lagerga kirib ketdi. Mana hozir 17 oy bo'lyapti, hech qanday izdergi yo'q, hech qanday xabari yo'q. Endi shu Hadamning kirib ketishiga sabab bo'lgan shu Hudsonda so'zlagan kunimning xotir kunida, ya'ni 2019-yili 5-sentabr kuni men xizmatimdan chiqish berib, shu kuni xizmatimdan to'xtadim. Andan keyin Allohga shukr 10-oyning 1-dan boshlab endi iqtisodiy masalamiz hal bo'lib, NED demokratiyani ilgari surish fondi tashkilotidan hozir 1,5 kishining maoshi va ishxonamizning ijarasi va ba'zi qilayotgan faoliyatlarimizning shu safar chiqimlari degandek işte jihatdan ham yordam qilyapti hozir. 10-oyning 1-dan boshlab u boshlandi. Rahmat Ravshan xonim, masalan, bayadingizning so'zini qildingiz. Yaqinda Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo qilgan bir so'zda sizning kadingizni alaydan tilg'ilib o'tdi, mening bilishimcha. Mark Rubio daytin tilg'ilib o'tdi. Masalan, bu adingizningki voqeasi endi Amerika matbuotlarida nayt ko'p, hozirga qadar ko'p matbuotlarda xabar qilindi, diqqat e'tiborini qo'zg'adi va hozirgacha deyilyapti yuqori darajadagi amaldorlarning ig'zo orqali Amerika matbuotlari orqali. Xitoy tarafdan bir inkas yo'qmi buning hatto masalan ba'zilarning urtuqlarni qo'yib beryapti, qo'yib berdi degan xabarlar kelyapti. Bu adingizning avval haqida, vaziyat haqida bir o'zgarish bormi? Xitoy tarafdan biror inkas bormi unga nisbatan? Men buni hech tushunmayapman. Hamda hozirga qadar mana men qiladiganligi ish bo'lsa qilyapman. Men yalnız Hadamning masalasini emas, o'sha Hadamning sababidan mening Hadamni kirib ketgan bo'lg'achqa menga g'arb matbuotlari qiziqib, nurg'un muxbirlar kelib savol so'raydi, nurg'un yerlarda isbotlik berish uchun so'zga taklif qilyapti, nurg'un universitetlarda bo'lsin va boshqa yerlarda bo'lsin taklif qilib so'zlatyapti. Shu yerlarda men Hadamning rasmini ko'tarib yurib, Hadamning masalasini o'tirg'a qo'ygan bilan tang lagerdagi 3 milliondan ortiq jazolarlarda turayotgan Uyg'urlarning va ishg'oliyatdagi Sharqiy Turkiston xalqining bugun beshiga kelgan butun dard alamlarini, ya'ni mayli hozir qullarcha ishlatilayotgan xalqimizning shu nima deydi, forced laborni majburiy emgak
xalqimizning majburiy emgak silinayotgan ishlar bo'lsin, mayli qizlarimizning zo'rlik bilan Xitoy kafirlarga to'ylashga zo'rlanayotgan bu ahvollar bo'lsin, mayli bolalarimizning yetimxonalarda sarson sargardon bo'layotgan va nurg'unlarninki muzda qetib, suvda tunjiqib o'layotgan ahvollari bo'lsin, mayli shu yerlarimizni, iqtisodimizni tatib olib Xitoylarga berayotgan bir yo'l bir balvoqning sababidan millatimizning beshiga kelayotgan shu zaminning egisi shu bizning Uyg'ur xalqimiz bo'g'ashqa bo'layotgan butun dardni anlatyaptimi, so'zlayaptimi, yezyaptimi. Biroq 17 ay bo'layotdi mana Amerikaning eng yuqori darajada aralashtirganligi kishilar aralashdi. Amerikadagi Xitoyning bosh elchisiga xatlar yozildi, senatorlar, kongressmenlar imzolab. Andan keyin Beijingdagi Amerikaning bosh elchisi Xitoy tashqi ishlar ministerlikleri bilan so'zlashdi. Nimada Aqsaroyda o'sha odamni akirib ketiblarmi? Birinchi olgan qadamimiz Hudson institutidagilar muavin rais Pence'ning ishxonasi bilan so'zlashib, muavin rais Pence Xitoylar bilan bu masalani so'zlashdi. Andan keyin mana shu eng oxirgisi yaqinda 48 Avam palatasiya va Kengash palatasiya a'zolari, kongressmen, senatorlardan 48 kishi qo'l qo'yib Amerikaningki tashqi ishlar ministerligi, Amerikaning moliya ministeri va savdo tijorat ministeri va tashqi ishlar ministerligi shu uchiga xat yozgan 48 senator, kongressmenlarningki xatida muhadamning ismini olaydi, ig'izga ilib yozdi. Andan keyin 7 Amerikaning senatorlari qo'l qo'yib, uning ichida hozirgi Amerikaningki raisligiga kandidatlik bo'layotgan demokratchilardan Elizabeth Warren, Bernie Sanders qatorliq 4 asosli kandidatni o'z ichiga olgan 7 senator President Trump xat yozdi. Buningda shadamning masalasini alaydi ig'izga ilib. Andan keyin o'tgan qitim Amerika parlamentida Senator Rubio so'ziga vaqtida so'zning oxirida men so'zimning oxirini doktor Gulshan Abbosning hozir tutilib turayotgan shu nimasi bilan tugtiman deb turib alaydi o'tirg'a qo'yib qildi. Ammo bugunga qadar mana ya bir Amerika hukumatining shuncha o'la surishti qilayotganiga qarta ya mening shu qadar tirishib matbuotlarda bo'lsin, hukumatlarda bo'lsin, har yerda so'zlab qilayotganimga qarta hech qanday bir inkos yo'q adam to'g'risida. Hech qanday bir uchur xabar yo'q. Rahmat Oysha xonim, bu masalan siz dastlabda bu 2017-yil Uyg'ur harakati tashkiloti qurilgan vaqtida sizlar faoliyatinglarni asosan Amerikada, Markaziy Amerikada yapganlar masalan ikki nuqtaga markazlashgan. Birisi diniy jamiyatlar, masalan Xristian jamiyatları, Yahudi jamiyatları, diniy jamiyatlar, anandaki Müslüman diniy jamiyatları. Yani bir taraftan üniversitelerinde ikki nuqtaga markazlashtirgan tinglar xizmatlariga ait unumlik bo'ldi. Uningdagi o'tgan yildan boshlab faoliyatinglarni Amerikadan olib chiqqan holda bu har qaysi xitoylarda buni kengaytirib o'tishlarimda. Siz masalan buni Amerikaning sirtiga kengaytishdagi maqsadingiz nima? Uningdan keyin siz masalan mana Avstraliyadan kelib bizning programmamiz nima? Kanadadan kelib bizning programmamizga qatnashyapsiz. Yevropadagi nurg'un davlatlarni aylandingiz. Avustraliyalarni, Yaponiyalarni aylandingiz. Bu jarayonda siz nimalarni his qildingiz? Bu tarkitingizda Amerikadan sirtiga kengaytishdagi maqsadingiz nima? Amerikaningki sirtiga endi qanday bo'lib chiqib qoldik deganda Tayvanga bordim. Tayvanga tashqi ishlar ministerligininki ambassador Sam Brownbackning taklifiga binoan shu yerda ichilgan bir yig'inda so'zlash uchun va ambassador Sam Brownback shu mening adamning ahvolini o'tirib qo'yish uchun taklif qilgan. U yerga borgan vaqtimizda endi bilmadim endi mening yoki bir o'zim men bir shahid hozir qilmish so'zimga. Chunki mening hadamni tutib ketdi, hadam u yerda. Matbuotning qiziqishi bo'ldi. O'shada
bir qançılığan televizor, radio, anandikin gazet, jurnallarda aqaqıdan ziyaretler oldu. 4-nji aydaki iş bu. Qaytıp kelgendeki yılla Amerika Taşqı İşler Ministerligi'den bularning Taşqı İşler Ministerligi'de bir program bardı. Xalqara Amerika hökümetinin Amerika grajdanlarının First Amendment'ның astidagi huquqi deymiz. Hammamiz o'zimiz xohlagan bir narsani qilish haqqimiz bor, so'zlash haqqimiz, ifodalash haqqimiz borning ichida o'zimiz ishinib elib berayotgan bir to'g'ri bo'lgan bir da'vo uchun Amerika hukumati shuningga fursat yaratib berilgan bundaq bir programmasi bor. Shu programmaning asosida meni Amerika elchixonalaridan Prag'dagi va Viyanadagi ishga elchixona taklif qilib, shu bir haftalik bir program o'rlashtirdi. Shu Amerika elchixonasining o'rlashtirgan bu faoliyatlarda biz o'tganda Turkiyada, Avstraliyada manlar emas, Amerika elchixonasidan Abdukim va Rishad Kamlanimi birlikda Turkiyada o'shada bir qancha faoliyatlarni o'rlashtirdi. Ularni so'zildi, anglatdi. Avstraliyadami biz 4 shaharda Abdukim ikkimiz Amerika elchixonasininki sahibxonligida faoliyatlarda bo'ldik. Endi uningda shu ikki davlatda bo'lgan programdan his qildikki, Pragda 3 shaharda, Viyanada bo'lib 4 shaharda bir hafta ichida bo'lgan programmamizda bunun ta'siri bek yaxshi bo'ldi. Chunki Amerika elchixonasi o'rlashtirgan faoliyatlar endi jiddiy elindiki boshqa davlatlarda. Undan keyin bundan ham mening his qilganim nurg'un yerlarda yanala nurg'un kishilar bilmaydi ekan. Bilsimi Xitoy Uyg'urlarni solib oldi, Uyg'ur musulmonlarini solib oldi, musulmon bo'lgach qilib shunchalik biladi ekan, uning tafsilotini bilmaydi ekan va qaysi xil darajada hozir bizning beshimizga kelayotgan zulm irqiy qirg'inchilikninki 1948-yili Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Geneva Convention deb o'tirib qo'ygan qirg'inchilik omillarining 5 xil omili bo'lsa, bunun içinde bir milletinin üstünden yürgüzülatkan bolsa, bunu irqi qirg'inchilik deb ataymiz. Ama bizning beshimizda 5 yilisining hammasi bo'lyapti. Shunday. Bu qadarligini haq bilmaydi ekanda. Shuningga endi shu qitimliq safarda universitetlarda, endi diniy musulmon organlarida bu faoliyatlar önümün ait yaxşı bo'ldi faoliyatlarimizdan. Şunun bilan endin Amerika elchixonalari har qaysi davlatlardan talab qilib ham Tashqi ishlar ministerligidan o'rinlashtirib boshqa davlatlarga bu faoliyatlarimizni kengaytdi. Demak, endi biz o'zimiz xalqaro kengaymiz deb emas, endi shu Tashqi ishlar ministerligining o'rinlashtirishi bilan endi xalqaroda faoliyat qilgan. Adingizning kesik shohid tirik bir şahidi buluş süptiniz bilen Amerika Taşqı İşler Ministerligi'nin diqqatini diyalab qalgan. Amerika Taşqı İşler Ministerligi Uyg'urlar meselesi haqida, lager meselesi haqida chet ellardagi, boshqa davlatlardagi elchixonalarmi, konsulxonalarmi bu haqda maxsus axborot e'lon qilish yig'ildirishga vaqtda sizning shohidlik süptilar taklif qilgan. Bu sababdan sizningki faoliyat doirangiz Amerikadan kengaygan dedik. Albatta faoliyatingiz muvaffaq ketlayman. Axir Roşan xanım şunu sormak istedim. Bu bütün chet elde yaşayotgan qarindoshlarimizni jiddiy taqozolik bilan kutayotgan bir masala, qiziqayotgan bir masala. Masalan, siz faqatla Uyg'ur harakati tashkilot qurilishidan keyin emas, undan bir xil uzun burunning yoqi siz mayli Amerika hukumat tarafida bo'lsin, Avom palatasi, Kengash palatasi, izchil faoliyat qilayotgan aktiv siyosiy faoliyatchilarimizning biri. Siz endi bu masalani hozir o'tgan yil 12-yanvar 3-kuni bu Uyg'ur kishi huquqi qonun loyihasi Amerika Avom palatasi tarafidan ma'qullandi. Bu bütün xalqimiz cheksiz suyundirdi. Uni xo'shallik hozirgacha bor xalqimizda. Endi hozir taqozolikni kutayotgan onun yana bir ikkinchi cho'ng bosqichi Kengash palatasida, ya'ni senatoda ma'qullikni o'tish masalasi bor. Buning sizlar mayli Amerikalik boshqa qarindoshlarimiz jiddiy bunga harakat qilyapti. Buningki endi bu sizcha bu mushniki Amerika Kengash palatasida ma'qullikdan o'tish imkoniyati bormi? Buning taraqqiyoti nima qanday ketyapti hozir Amerikada? Chunki butun xalqimiz bunga oid qiziqyapti endi.
Deganingizga o'xshash endi bu Amerika parlamentida bir qonunning chiqishi bir kunlik, 2 kunlik ish emas, birdamda bo'lgan ish emas. Endi hozirgi mushu Amerika Xitoy bizning dushmanimiz deb qabul qilgan, ham Xitoy insoniyatga qarata jinoyat olib beryotdi degan so'zni Amerika siyosiy yo'llarining og'zidan, ya'ni senatorlarning, kongressmenlarning og'zidan da'vatgan mushundaq bir paytda Amerikadagi demokratchilar bilan cumhuriyatchilarning orasida hozir hech qanday bir narsada bir o'xshash bir narsaga kelishamayotgan vaqtda shu Uyg'ur masalasida yoki Xitoyga qarshi hozirgi faoliyatlarda bular faqat mushuningda bir mushuningda birlashyapti. Bundaq bir sharoitda bir qonunning chiqishi osonga to'xtamayapti haqiqatdanmi. O'tganda san'atda bir xil turi yuqori ovoz bilan o'tgan. Bu qitim kongressda 12-oyning 3-kuni birga qarshi 407 ovoz bilan o'tdi. Shundaq turug'liq endi hozir buningki yana mazmuni va boshqa jihatlardan nima qilib yana o'tkazib san'atga olib san'atda buni yana ovozga qo'yib qildigan azroq bir jarayon ketib bordi. Biroq ishimizki cho'qim bu o'tidi deb o'ylaymiz. Endi bu mana mamishada hozir Dunyo Uyg'ur qurultiyininki ishxonasida o'tiribdiman. Endi buningda shu Dunyo Uyg'ur qurultiyining Dolqin Isoning buningda qilgan fidokorliklarini bu yerda cho'qim bir ig'izga olib o'tishimiz lozim. Chunki qonun degan bir qitimliq kongressmenlarning ishxonasiga berib bir cho'glab piqirab manınğa avaz qo'yaman, bunda qil degan bilan o'tmaydi. Amerikalik siyosiy yo'llar, kongressmenlar, senatorlar ve aldığı bir 10 adamdan yığılab kelib, manınğa avaz qo'yib bergin bizning urug' tuqqanlarimizni tutib ketdi degan bilanlar o fikrini o'zgartib, uning bir qo'l qo'yib men manınğa avaz beray demaydi. Buning uzun vaqtlik tushundirish, shularningki aşındaq shu qonunni qo'llab aşınınғы bir sponsor buluş jarayoniga akilish uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi buningga nurg'un hamayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, shu lobbichilik firmalar bilan birlikda xizmat ishlab, anandikin hamma tarafdan shu Dolqin Iso har qitim basa parlament a'zolari bilan ko'rishib, kongressmenlar, senatorlarga qayta uchrashish bilan bu ahvollarni anglatish bilan mishaga keldi. Shuning uchun endi yanıla qiladigan xizmatlarimiz nurg'un, biroq meningcha endi ishonimanki qonun cho'qim o'tidi. Buning bilan bizning Uyg'urlarningki kelgusidagi ishlarimizning texmo yaxshi bir taraqqiy qilishi va arzuyim hamma Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarga o'xshash bizningmi bir erkinlik erishadigan küllerimizge az qalğandı deb o'ylayman. İnşallah. Rahmet Roşan xanım bəgəm ətraflı məlumatınız üçün inşallah bizning hadimiz, qadrli hadimiz, əlbəttə hamımızın hadisi Gülşen Abbas xanımninki patraq xərlikə, örlükə erişin Cenab-ı Allah'ın tiləyimiz. Cenab-ı Allah öz panayda saqlasın, aman, iyisen qısın. Hürmetli zor köksülər, yani bu Roşan xanımninki bütün mətbuatlarga chiqar resimlerden kravatisi, ko'rinishlardan kravatisilar o'zininki jazo lagerlarida o yerda oydan ko'proq vaqtga jazo lagerlarida tutilayotgan hadisiningki resmini ko'tarib qo'ldan tushamay hozirgacha mana o yerda oyning yog'i izchil turda shohidlik guvohlikdan o'tib kelyapti. Faqat Amerikada emas, ham dunyoninki har qaysi ellərdə. Şuna aziz qarindoshlar, şunu biz boşab qalmasligimiz kerak. Yana Uyg'ur kishi huquq qonun loyihasi rasmiy qonunlash uchun u cho'qim Amerika Kengash palatasining ma'qulligini o'tish kerak. Buning uchun aziz qarindoshlar guvohlikni o'tish, shohidlikni o'tishni to'xtatib qo'ymasligimiz kerak. Har doim dunyo matbuotlarini, xalqaro kishi huquq tashkilotlarini shundaqla bu yerda Dunyo Uyg'ur qurultiyininki yordami bilan tashabbus bilan qurilgan Norvegiyada aktiv faoliyat olib turayotgan Uyg'ur adliya arxiv ombirini bu jihatdagi guvohlik materiallari bilan, uchurlar bilan, arxivlar bilan bo'lib jazolangan masalasi haqida
türmelerde yetiyotgan uruk tuqqanlarning ahvoli haqida ma'lumotlar ta'minlashlarini bu yerda umid qilaman. Aziz qarindoshlar, shuning bilan bu qatimki suhbatimiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qatimlik programmamizga ko'rishaylik.